Lekşimizi davamlaştırmaz, hürmetli vatandaş. Bugünkü İslahı 2022 yıl. 9. ayının 5. günü hürmetli vatandaş. Endiki mavzumundaq. Virus apti partlagandan keyin tunji qitim chet elga chiqish Xi Jinping kelar hafta Qozog'istonni ziyorat qiladi. Mavzuli xabar 9. ayının 5. günü Yangi Tangliklar tor betida e'lon qilindi. Xabar bundaq boshlandi. Jungo Kompartiyasi 20. Qurultayning 10. ayda o'tkaziladiganligini belgiladi. Uning kaynidilla Qozog'iston Xi Jinping 9. ayning 14. kuni Qozog'istonni ziyorat qiladi deb e'lon qildi. Bu ziyorat qilish virus portlagandan keyin Reis Xi Jinping tunji qitim chet elga ziyorat qilish chiqqanlik bo'lib hisoblanadi. Reuters xabar qilib, mundaq ko'rsatdi. 9. ayning 5. kuni Qozog'iston Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Aybek Ismadiyarov muxbirlarni kutib olish yig'inida Qozog'iston prezidenti Toqayevning taklifiga binoan Jungoning Reis Xi Jinping 9. ayning 14. kuni Qozog'istonda davlat ishlar ziyorati bo'ladi. Bayonotchi Aybek Ismadiyarov mundaq ko'rsatdi. Reis Xi Jinping prezident Toqayev bilan ko'rishdi. Hamda ba'zi bir kelishimlarni imzolaydi. Beijing taraf Reis Xi Jinpingning Qozog'istonni ziyorat qiladiganligi to'g'risidagi xabarni dalillamadi. Qozog'iston bilan Jungoning munosabati intayin yaqin. Qozog'iston Jungoni kon mahsulotlari, metallurgiya, energiya bilan ta'minlaydi. Va Yevropa bilan Jungo o'rtasidagi almashtirish Qozog'iston orqali olib beriladi. O'tgan hafta Jungo 20. Qurultayning ochilish vaqtini 10. ayning 16. kuni deb bekitdi. Tashqi dunyo mundaq hisobladi. Reis Xi Jinping 20. Qurultayda qayta sekretar bo'lib saylanishni qo'lga keltirdi. Agar Reis Xi Jinping 9. ayning 14. kuni Qozog'istonni ziyorat qiladigan bo'lsa, 2020 yili Jungoda yuqumli virus portlagandan keyin tunji qatim chet elga ziyoratga chiqqan bo'lib hisoblanadi. Bu ziyorat Reis Xi Jinpingning 20. Qurultay ochilishdan burun bir sezgir bir vaqtda chet elga ziyoratga chiqqanligi bo'lib hisoblanadi. Jungoda siyosat azaldan yoshirin elib beriladi. Jungoning yuqori qatlami rahbarlari davomli degudek o'zlarining faoliyatlari orqali tashqi dunyoga ma'lum signal tarqatdi.